Ayol erining topganini peshonasiga qo'yish kerak. Uning uchun unda shukronalik hissi doim bo'lish kerak. Agar ayol noshukur bo'lsa, u eriga ham minnatdorchilik bildira olmaydi, Allohga ham shukr ayta olmaydi. Xotin erining do'stiga notanishlik bo'lishi lozim. Erining do'sti bilan ulfatda gaplashadigan xotinga nisbatan erda shubha uyg'onadi. Xotin go'zallik bilan erga faxrlanmasligi kerak. Erining xunukligi yoki kambag'alligini yuzga solib, uni yerga urmasligi kerak. Xullas, erkak odam ko'chadan rizq ro'z topib keladi. Ayol uni to'g'ri tasarruf qilish kerak. Uyning tinchligi erning ko'chadagi ishiga bog'liq, birodarlar. Qachonki uy notinch bo'lsa, erkak odamning ko'chada yurishi tinch bo'lmaydi. Ishi yurishmaydi. Erning barakasini uydagi noshukur xotin o'chiradi. Shuni bilib qo'yaylik. Erning barakasini uchishi ko'pincha uydagi noshukur xotiniga bog'liq bo'ladi.